Salon kısmı zakoyni 2 metr. Gengene pasajir için doполнительный сиденье var. Gidrolik rul, avtomat korobka, hamma boshqaruv qismi sho'rdadim. Ixcham boshqarisha. Multimediasi sensorning ekranni o'zida ko'rsatib turadi. 360 gradus kamera, hammani ko'rib o'tirsa bo'ladi. Konditsioneri bor. Xullas, объектning issiqda konditsionerni qo'shib, bu kombaynimizning jatisi 4 metr, bug'doy sholi uchun mo'ljallangan. Bu birinchi jatkisi. Komplektida yana bir jatki bor, ikkinchi jatkimiz. Jatkimiz makka jo'xori uchun mo'ljallangan. Kombaynimizni ustuna chiqib kelaverishda birinchi inak ikkita akkumulyatori, unda gidroboki, vozdux filtri, bunda motori 4 porshilli 190 ot kuchli motor bilan jihozlangan. Intercooler hamma narsasi bor. Bunda bunkeri 208 kub oladi. Kombaynimizning tan narxi 810 million so'm. Leasing asosida sotib oladigan bo'lsangiz, 10%, 15, 20% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilga 18% dan oyma-oy to'lov bilan olib chiqib ketib bilasiz. Yo bo'lmasam 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 3 yilga 18.1% dan har 6 oyda bir marta to'lov bilan olib chiqib ketib bilasiz. Bank asosida kredit etib olaman desangiz, liboy bir bankdan kredit o'tirib bilsangiz, biza shartnoma beramiz. Bizlar kreditni o'tirib tashlab, kombaynni bemalol olib ketishingiz mumkin. Agarda 100% to'lov bilan olib chiqib ketaman desangiz, albatta chiroyli qilib skidkasini aytib beramiz. Zapchast masalasiga keladigan bo'lsak, umuman zapchastdan muammosi yo'q. O'zini komplektida apparat, injektor, konditsioner, bir komplekt hamma rimeni, даже shu o'radan pichoqlardan zapas bilan kelgan. O'zini 2 yil kafolati bor. Savollaringiz bo'lsa, ekran tagida nomerlarni qo'yib o'tganmiz. Ushbu nomerlarga telefon etib, bemalol tushunmagan savollaringizga javob olsangiz bo'ladi.